Men Bilal Baxtiyor Abdullazokijanovich Yunuota ko'chasi 48-uyda yashayman. 90-yil bo'laman. Armiyadan keldim shu urushdan keyin. Ularni uchastkada durujniy deb o'sha nima bo'ldi. Endi ular tinchlik uchun deb. Durujniy. Shunga chiqib qo'shildim men. Durujniy yurdim. Keyin vrachga ozgina nima qilishib, ushlash bersan deb bizni zaset etdi. Kim aytdi o'shani? Nuriga aytdi. Nuri kim bo'ldi işte? Nuri o'sha o'rnida Amitabir uchastkada bo'lishdi, Amitabir shaharchasida. Familiyasini bilasizmi? Yo'q, o'sha to'rtta ishda edi. Kim? Nurik bor, keyin Murod bor, Azamat bor, Kazim bor. Kimni ish qiladi? Prezident uchastkada. Yo'q, o'sha yerda ularda yurishdi, uchastkada bo'ldi. Lekin o'zlari Akburiga qaraydi. O'sha birdiki bo'lsa Akburiga chiqib tushishdi. Akburinskiy gomga qaraydi. O'sha Akburiga tushadi. Keyin zaset chiqib keyin bir ikki marta nima qilib berdi. Beshkepedagi uyga dor tashlab berdi. Hojiakaning uyiga. O'shani kim tashlabdi sana? Ha? Kim aytdi tashlab berdi? Tashlab. Ne berdi sana? O'sha qanday dori dedi. Ko'p paketga urilgan o'shani sen tashlab chiqsang bo'ldi dedi. Sen hech kim bo'lmaysan dedi. Keyin o'shani kirib uyining derazasidan tashlab chiqdim. O'sha aytgan odamning uyini. Ha. Keyin uni o'zini ushladi, keyin sosetini o'sha qo'shnisini ushlab olib chiqib ketdi. Qachon bo'ldi? Bu fevral bo'ldi. Bu fevral. O'g'ri, ashi bo'ldi. Dag'i keyin uni qilgandan keyin kanal bo'yib o'tdi. Kanal bo'yida odamni qilasan dedi, ashi hojiga bersa, uni ushlab berdi. Onun ko'chasi qaysi ko'chada yashaydi? U ashi kanal bo'yida yashaydi. Kanal bo'yida ashi mashinasini tashlab bersan dedi, bo'pti deb keyin istab berdim. Tashlab berdi. Onda Nurik aytdi. Bu belgilarda aytdi. Yosh belgilar o'zlari maqsad qilishadi, ashi Nurik nima qiladi? Nurik o'zi sog' buyruq berdi-da. Istab berdi. Yaxshi, nimada bizman yursa tinch yurasan, boshqa yurasan deb qo'rqitish ashari nima qilib meni. Qo'rqitdi seni. İşte olsan bizdeki qilamiz deb aytdi. Ha, ashi video kameraga tortilib, sen nima qilasan, urushda qatnashgansan, bu yerda deb seni bizga qiladi, va shunday narsalar qilgandi. Sen oila yo'qda qilding o'shani. Oila yo'q, yaxshi ishni qildim. Yurdim keyin bir oxir bu yoqqa Rossiyaga keldim. 2 yil qilding bo'lmasa? Yo'q, yana qilganman. O'sha bo'lmaydi-da. Keyin qabristonda Beshko'pa degan yerimiz bor, G'ishxona deb. Ashna orqasidan uyga qilganmiz. Ne qildingiz? Uyga o'q tashganmiz. Pulya. Avtomatda. Qanday avtomat? 74 avtomat. Uni ashi 2 dona tashab qilganmiz. Keyin bu yerda bolalarga boshqa bolalar ham bor, o'zbek bolalar yurgan, ashaqar olib yurgan bolalar ham bor. Ular tam u bitta men emasman, boshqa bolalar yurib edi, qo'shilib. Lekin birimizni tanitmaydi, birimizni boshqa qilmaydi. Ko'rsatmaydi. Ko'rsatadi. Ko'p nima qilmaydi, misol. Nima u yerda gapirmaydi. Bayda, bo'lsam bu yoqqa ket, bu yoqqa ket. Asha qilib bolalar ham bor, yurgan bolalar qo'shilib. Bitta men yurmaganman uyda. O'zi ko'pchilik bolalar yuribdi. O'qdan keyin dag'im yo'q. Keyin undan keyin ashi nima bo'lib, pochtada bo'ldi u narsa. Pochtada bitta ashi hojiga borganda, ashi uyga duo tashlaganmiz. Otlarini bilasizmi o'sha qilgan odamlarni? Yo'q, men atlarni bilmayman misolda. Siz misol sizni ko'rsatsam, men sizni qayerda yashashingizni bilmayman, to'g'risi. Siz orqadan borib sizga tashlayman. Misol siz kimligingizga men surishtirmayman-da. Asha bo'lgan bu yerda. Men amatini bilmayman mana shu. Dag'i? Keyin ashi 2 marta kanal bo'yida bo'ldi, 1 marta pochtada bo'ldi. Ashta bo'ldi. U narkotik bo'yicha bo'ldi. Narkotik asha. Оружие bo'yicha-chi? Оружие bo'yicha nima bo'ldi? 23 bo'ldi. Kanal bo'yicha kirib ketgan bo'ldi, оружие bo'yicha. Bittasini uyga asha fermer bor ekan, fermer mol boqib boqilgan. Asha tegi somon tagiga оружие tashlab chiqasan dedi. Yo'q, keyin men оружие qani tashlayman dedi. Tashlamayman оружие desam, hech payt kelsa
Aşmıça narsa berdi. İti bersen dedi. Görüşmezme o şeyde. İti barda iyiydi. İti bersen iti ukuleli. Kesin benim o devamlı açıp. Tayyip. Aşkından tayyip. Qanday rujörsa? Aşmıça arıcı berdi ama ben aşk paketi yolarken. Sen kiresen de paketini geçirdik. Arjan kolunu tegizmedi. Paketini geçip arjan tıkıp çık. Kolunu ne var? Gülşat. Arjan fark bu çıkandı. Ular menga paket yorap, aş qopga solishib bergan. O'sha kim Nurik berdi? Bardım Nurik qo'tat deymiz. Endi Nurik qilyapti bu ishda. Lekin to'rtta maqsad qilishib, ash o'zlari nima qilishyapti bu. Aytganlarim, boshqa aytganlarim to'rttadan. Yo'q. Ashish bo'lgan. Sen bo'lganda bardim aytır. Ko'chvoy eштеке qilbay. Hisob qanday bo'ldi? Aqcha berdi sana. Вознаграждение qildi da. Bu qizlar. Qanchadan berdi sana o'sha bir движение? Ashu bir nima kelib 2000 berdi. Nega 2000 berdi? O'sha nima qilib biz mashina yurdik. Bitta berishimiz bor edi. Sayga beni qo'yishasanda o'shani berdi. Meni uni orqasidan poyla yurishadi edi. Poyla yurib asharda tashladim narsani. Keyin o'ziga aytib, nima qilsa ekan bu berdi. Shundan keyin uni ochib pochtada bo'lganda ishda pochtada shukur tomonda bo'lgan ishda. Ashuni 5000 berdi. Har bir движение aqcha berib turdi, o'shani hisobлаганда. Qancha berdi общем? 4 yolda движение qildingmi, yo'qdan ko'proq qildingmi? Yo'q. Ko'proq qildingmi o'zi? Ayttiradi batırım. O'shuncha da o'shuncha aqcha oldim, manda bo'ldim, manda tishladim deb. Yani nimada o'tloqning yo'li bor, maktabda ishlardi. Sheda qildi uni. U yerda ham dori tashladi, ham nima tashladi, o'q tashladi bu yoqqa. U yoshi kech payt poylab o'tirdik. Bolalar oshayotgan ekan, keyin uy kirdi. Uy kirsa ayas turib qoldi ko'chada. Uy ichida. Turib qolib, oshnasini bolalar bo'lsa kerak, indamadi sizga. Burilmay qoldi kirganimizda. Ikkitamiz keldik. Keyin tashlab qaytib ketdi, dor ishga ketdi. Keyin ashkim kech payt ushlashdi. Ashu o'yni oshda o'tirgan bolalarni, boshqa qilgan bolalarni ushlashdi ashkim. Boshqa bolalar bormi? Boshqa da feminin o'sha kim girdi? Shevin kim bo'ldi? O'sha bilan nima bor? Sanjar bor. Fazilloh, uchoqni yuradi. Ular qayerda qoldilar? Ular o'sha Moskvadan bolalar. Moskvadan. Aslında imoat aldı Moskvadan. Telen massiv. Telen massiv. Ular ne var? Az ne iş var? Ular Fazillohga nimani qarashida kompyuter sodiqladi. Fazillohga. Bozorda. Bozorda. Qarshi bozorda. Berikisini otasi bilan asha ayasini dadasi bozorda sodiq qilishadi. O'z uyida o'tiradi bola. Qanday? Ular qancha kirib qoldi? Ular asha durujini bo'lib ketdi. Onda durujinlikda yurgan barliq bolalar shunday bo'ldi. Ba'zi hammasi ashaqa. Misol durujini 100 ta bola yurgan bo'lsa 80% men javob beraman durujlikka. Ular nima? O'sha ishga qatnashgan. Ular ishga qatnashgan. Ata plastik yurgan, oddiy yurgan bola nima qilisha olmayapti. Ashu oldi birinchi bir oy 2 oy durujini qo'shib yurasiz seki. Seki ali atga bo'ladi. Oldiga 5 so'm qo'yib turib, men maosh chiqsa sen ham qilib qolmaysan, biz ham qilib qolmaymiz deb turib, seki oldi edi. Agar unamasangiz siz zarsa deyapti. Agar unamasa siz durujini chiqaveradi, siz o'zingiz keyin qilib qo'yish mumkin deb pastga. Yaxshi o'yladiki, ashishlar qildi. Qochoq bo'ldi. Uni qayerga qochish ilojimiz bor? Oxiri kelib shu Rossiyaga chiqdi yo'lga. Noilashda. Hozir bolalar qoldi bolalar. Hech kimga aytmasa qochdim. O'sha ish bo'lib o'tirdi. Bo'lyapti ishlar. Men hech kimga aytmasa chiqib ketdim. O dostlar bilan сөйлөшүп эметасыңчы, алар билбейт. Hech kimga telefon qilganim yo'q. Bu yoqqa keldim. Bu yoqqa keldim. Noilashda shu odamlar istab boshqa qilib topib shu yoqqa kelib o'tirib qoldi. Sen o'sha oxirgi joli o'shunda bo'ldi, je dag'i bo'ldi. Oxirgi yo'lash pochtada bo'ldi, shukur tomonda. Oshqa kirgan.